Assalomu alaykum, eshik deraza shinavandalari. Nimaga o'z sohangizda kontent qilmay qo'ydingiz deb ko'p savollar tushdi. Hozir navbatdagi ishimizni ko'rsatamiz va baho berasizlar. Yoqqan bo'lsa like deb bosib qo'yasizlar. O'zimizni klassik usulda bo'lgan mana taydagi eshigi defason o'zimizni sodda haligacha 8 yildan beri modasida to'xtamay turgan ishlardan. Ko'proq buni jigarrang akfaga moslashib qilishadi. Bu derazasi. Xo'p, undan keyingisi o'zimizni hop. Ya'ni paton deyiladi. Neoklassik fasonda MDF taqib berganmiz. Mana MDFlari ham nihoyatda zo'r. Shtapellik bo'rtma. Nalishnigi ham qimmatlidan. Bo'rtma bo'lib, matvi sepilgan, bu yerga pol matvi sepilgan. Shuni uyg'unlashtirganmiz. Qilib kimni besparok, ya'ni uyda shupuraman deganga konditsioner deganlarga shuni o'tib ketaveradi. Chekkalar rezinka, bu tashqariga ochiladi bunimiz ichkariga ochiladi. Chekkalari o'zining rangi bilan bir xil rezinka qilganmiz, bilinmayapti. Juda zo'r fason, shuni har xil ranglarda zakaz bersanglar bo'ladi. Oq, jigarrang, seri, aloshniy. Keyingi fasonimiz o'zimizni paton fasonimiz. Anchadan beri modada, trendda. Andijondagi Urajayni ko'chaga bitta akamiz zakaz bergan. Rezinkali qilib, buni ham zo'r qilib bergan. Bu ham o'zining rangidan oq rezinka, paton, bitta krashinli. Dabora bu mana kraskalar ko'chmasin deb rangini ichiga qilib qo'yganmiz. Dabora. Bu ham dabora, bu nalishnigi. Xohlasa bu ishlardan bejizolat garantiya beramiz. Qanaqa zakaz bo'lsa aytilaveradi mana bundan ham ko'pgina zakaz bergan. Keyingisi bitta akamiz zakaz bergan patayni qilib berasiz deb. Ya'ni patayni degani eshik borligi bilinmasin deb. Mana hatto kesakisiga ham o'zini materialdan urganmiz. Ikkovi bittaga o'xshab turadi. Gul yurilmagan ajralmasin deb. Bu ham mana o'zi rezinkalik, o'zining rangida. Lekin to'q jinsvida bo'lgan. Shunaqa zakaz bo'lgan. Hatto 5-6 ta derazasi. Men shunaqa o'zinikidaqa patayni qilingan. Ya'ni devor bilan, dekor bilan bitta eshik borligi bilinmaydi. Shu darajada uy egasi o'zi tanlab zakaz berdi. Xo'p, undan tashqari mana zakaz berishingiz mumkin. Jigarrangimiz bor, haytegimiz bor. Qanaqa zakazlar bo'lsa, cho'chimay gazini bosaverasizlar. O'zimiz borib o'lchab hisoblab berishimiz bekarimiz. Qayda nomerlar yozib qo'yamiz. Salomat bo'lasizlar.